Captiva rostdan paytida legenda bo'lgan. Hozir nima minmay qo'yishdi, bilasizmi? Rasxod ko'p. 3 qatorli mashina bunaqa narxga yangisini topa olmasangiz kerak. Aynan shu mashina 28,5 ming sotilyapti. Shunaqa pozitsiyaligi. Bitta like bosib qo'ying, buni komfortini bitta ko'rsangizchi. 1150 km yuradi. Polniy bak, polniy zaradka bilan. Вообще yumshoq kopto mashina. Sidenlarda Abduf abagreflarigacha bor. Mana buni qarang, skoroslarini, videoni yorib o'rganagina. Mana понижающий rejimlari, knopkalarcha g'irt merskidagi ishlangan ekan. Polniy panoramaligi bu, 160 kamera, xullas obshivkalarni ko'rsangiz bo'ladi. Yog'och ko'rinishdagi detallar. Jigar, bu Fengon S508 ko'pchilik mindi, 3 qatorli uchun maza qilib olishyapti. Bu mashinani prostoylarini daji 24,5 ming atrofida sotilyapti. Aynan bu pozitsiya 28,5 ming, 28 atrofida sotilyapti. Srochniga bo'shatishga, действительно 23,900 dan eng full pozitsiyasi berib yuboriladi. Maksimum yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Bu mashinadan kam qolgan. 2 tami, 3 tami shunaqa atrofida qolgan. Prosta bo'shatishga berib yuboriladi. Surishtirib ko'ring, bu narxga topa olmaysiz.